Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa bugungi videomizda penobloklarni ko'rsatib o'tamiz. Sifatlarini, razmerlarini, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Penobloklarimiz tayyor urib turibdi. 2000 dan ziyod penobloklarimiz bor. Penoblokning sifatlari basasizlarmi? Ko'rasizlarmi? Qo'l bermaydi. Bo'yi 60 sm, eni 20, pasi 30. Sifatdan keladigan bo'lsak, sifati zo'r, bossangizda qo'l bermaydi. Sesini eshitishingiz mumkin. Yetarli qo'l bermaydi. Banda hozir kolon seysmopoezdlarimiz ham bor. Sizlarga uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bandagina penobloklarimiz tayyor, ko'rib turibsizlar. Bandagina kolonlarni ko'rsatib o'taman. Seysmopoez kolonlarni ko'rasizlar. Tayyor. Seysmopoezdan bağımına 200 dan ziyod seysmopoezlarimiz turibdi. Bularni mana sifatlari ko'rsangizlar bo'ladi. Bularni bossangizlar qo'l kelib natmaydi. Kolonlarimiz ham mana tayyor. Bulardan 200 dan ziyod bor hozircha. Uyg'urlarning nalarni ko'rishingiz mumkin. Qanday xohlasangizlar ustuna chiqib ko'rsatamiz. Mana nozikligini nazarga ko'rib tursizlar, ustunda bukma. Xohlasangizlar ustuna chiqib natib ko'rsangizlar bo'ladi. Bundan penobloklarimiz bor, tayyor. Xohlasangizlar o'shada bir-ikki siniqlarni nalarni ko'rsatishlarimiz mumkin. 10 ning bo'lib qolmaydi o'rtoqlar. Natib ko'rsangizlar bo'ladi. Bu ichidan 10 ning mahkam ko'raverasizlar. Shu ichini. Ko'rsangizlar bo'ladi sifatini. Kulding bo'lib qolmaydi bu bizaniki. Sayizlar. Pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Kim shunday yaxshi sifatli penoblok kerak bo'lsa, telefon uraverasizlar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' salomat bo'lasizlar. Ishlaringiz omad.